Sizlarga o'xshagan oilalar bor, germanistikani tugatib kelgan O'zbekistondan va ular boshqacharoq yo'l tutishgan. Ya'ni ular tilni yaxshilash uchun oilani ichida nemis tilida gapirishgan. Nimaga bu osonroq yo'lni tanlamadinglar? Chunki sizlar nemis tilini biladigan odam sifatida bola bilan nemis tilida gaplashganingizda yo'l bunchalar og'ir bo'lmasdi, qisqaroq, osonroq bo'lardi. Biz ham xuddi shu xatoni qilganmiz. O'g'limiz bilan boshida shu xatoni qilganmiz. Ko'proq u bilan nemischa muloqot qilganmiz. Shu bizning xatomiz bo'lgan. Men hozir keladiganlarga shuni maslahat bergan bo'lardim. Uyda ko'proq o'zbekcha. Muloqot tili o'zbekcha bo'lishi kerak. Chunki ko'p bu yerda oilalar shu mutaxassisga borgan payt ham shu maslahatni bergan ekan. O'zlaring tillaringda muloqot qilsalaring, chunki nemischa atrof muhit hammasi nemischa bo'lgandan keyin baribir o'rganadi. Shu narsani xatoni takrorlamasa yaxshi bo'lardi. Hozir yangi kelayotganlar. Faqatgina o'qituvchisi aytardiki, otlarni, ot so'z turkumini artikl bilan qo'llashni o'rgansin derdi. To'g'ri artiklda o'rgatinglar derdi. Biz uni o'yin, masalan, ovqatlanganda yoki o'tirganimizda o'yin tariqasida o'tardik. Masalan, divanni artikli bilan aytgan yoki eshikni artikli bilan aytgan deb bizga o'qituvchi shuni tavsiya etgan edi. Chunki chet ellik bolalar ko'proq artiklda xato qilar ekan. Buni xato deb tan olish ham mardlik aslida. Bu xatoni qachon tushundingiz? Qachon tushunib yetdingizki, bu yo'l sal xato ketdi? O'zbek tilida so'zlashda qiynalib boshlagandan. Bu necha yoshlarda taxminan? Bu 6 oy, 7 oylardan keyin bilindi. Qaradik, o'sha o'zbek tilida so'zlarni masalan nemischadan ekvivalentini topishga qiynalyapti. Keyin grammatik xatolar sezildi. O'shanda xatolar boshlandi. O'shanda shu paytdan sezib boshladik, xato qilgan.